15 yanvar kuni Amerika Tashqi ishlar ministerligi bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatı muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilgan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtini tezdan va shartsiz qo'yib berishga chaqirdi. Bayonotda Xitoy hukumatining Uyg'urlar uchun eng aqalli kishilik haqlarni talab qilgan bir ziyolini muddatsiz qamoqqa hukm qilishi keskin tanqidlanib, bu qamoq jazosi shuni ko'rsatadiki, Xitoy Xalq Cumhuriyeti Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida ijro qilayotgan tangsiz va kamsitish xarakterdagi siyosatlarni, jumladan qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni tanqid qilishga jur'at qilgan jasoratli sadolarni o'chirishga butun kuchi bilan urinmoqda deyildi. Shuning bilan birga Xitoy hukumatı Uyg'ur diyorida hali ham ijro qilayotgan turli zulmlarni ayblab, Ilhom To'xtining tezdan qo'yib berilishi lozimligini, buningga hech qanday shart qo'yishga bo'lmaydiganligini eskartdi. Beijingdagi Markaziy Millatlar Universitetining professori Ilhom To'xti 2014-yili 15 yanvarda qo'lga olingan hamda bo'lgunchilik jinoyati bilan muddatsiz qamoqqa hukm qilingan edi. Dünya Uyg'ur qurultayining 11 yanvardagi bayonotidan ma'lum bo'lishicha, Dünya Uyg'ur qurultayi rahbarlari bu yil 5-oyda Dünya Uyg'ur qurultayining qurilganligining 20 yilligini xotirlashni qaror qilgan. Bayonotda mundaq deyilgan: Dünya Uyg'ur qurultayi zamonida muhojiratdagi Uyg'ur milliy harakatining yetakchi organlari hisoblangan Sharq Turkiston, ya'ni Uyg'uriston milliy qurultayi bilan Dünya Uyg'ur yoshlari qurultayining birlashishi natijasida 2004-yili aprel Germaniyaning Myunxen shahrida qurilgan edi. 20 yillik bu tarixiy musofani boshdan kechirgan Dünya Uyg'ur qurultayining bugungi kunda Sharq Turkiston milliy mujodalasining vakillik organi sifatida o'z xalqining ishonchiga hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi va G'arb allari boshliq nurg'un davlatlarning e'tirof qilishiga erishishi albatta behisob badallarning mahsulidir. Amerikadagi yer shari o't kuchi harbiy statistika to'g'ri 2024-yildagi dunyodagi eng kuchli armiya tizimligini e'lon qildi. Dokladda Qozog'iston armiyasi 300 ming harbiy xodim va 7 milliard 500 million dollarlik mudofaa chiqimi bilan O'rta Osiyodagi eng kuchli armiyaga aylandi deyildi. O'xshash tizimlikda O'zbekiston armiyasi 65-o'rinda, Qirg'iziston armiyasi 100-o'rinda, Tojikiston armiyasi 107-o'rinda turgan. Sunniy idrok asta-asta harbiy ishlar uchun ishlatilishga boshlandi. Xitoy taratqullarining xabariga qaraganda, Xitoy tadqiqotchilar ChatGPT'ga o'xshash qo'llanishchan programma orqali dushmanning harakatini oldin faraz qiladigan bir harbiy sunniy idrok OAIni mashq qildirmoqda ekan. Xitoy armiyasining strategik qo'llash qismining bir qismi bo'lgan bu atrofning o'tgan yili Baidu tarafidan ijod qilingan Erni va EFTech tarafidan ijod qilingan Spark'ni sinab qilganligi ma'lum. Bularning har ikkisi dunyoga dangliq ChatGPT'ga o'xshash asosli til modellari ekan. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump Amerikaning Iowa shtatida Cumhuriyetçiler Partiyasining dastlabki saylovida rohat bir shaklda g'alaba qildi. Cumhuriyetçiler Partiyasining kandidat nomzodlarini tanlaydigan dastlabki saylov an'ana bo'yicha Iowa shtatida o'tkazildi. Birlashma agentligi e'lon qilgan g'ayri rasmiy natijaga qaraganda Trump Iowa shtatida g'alaba qilgan bo'lib, uning raqibi Florida shtatining boshlig'i Ron DeSantis va Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq sobiq vakili Nikki Haley orqada qolgan. Bekitilishni talab qilgan Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un asosiy qonunga tuzatish kirgizib, Koreyani doimliq ashaddiy dushman deb aniqlama berishni talab qilgan. Xabar qilinishicha, Kim Jong Un Koreya va Amerikani harbiy manevr o'tkazish va strategik aslahalarni o'rnashtirish orqali Koreya yarim orolini mumkin bo'lgan urush rayoniga aylantirdi deb ayblagan hamda Koreya bilan birlashishning mumkin emas ekanligini ta'kidlagan.